Dekabrda buni qilmasangiz, yangi yilni asabbuzarlik bilan kutib olasiz. O'tkazib yubormang. Birinchisi, Afrosiyop va poyezd biletlari. Agar 31-dekabrda Vodiyga yoki Samarqandga ketmoqchi bo'lsangiz, biletlarni hoziroq savdo ochilishi bilan ovlash kerak. Dekabr o'rtasida kassa oldida navbatda turishni istamaysiz-ku, to'g'rimi? Ikkinchisi, 8-dekabr, Konstitutsiya kuni. Bu yil bayram dushanba kuniga to'g'ri kelyapti. Shanba, yakshanba va dushanba naqd 3 kunlik mini ta'til. Tog'dagi dachalar yoki Buxoro sayohatini bugunnoq band qiling, joylar to'lib boryapti. Uchinchisi, nizomerzayka va qishki balonlar. Dekabrda O'zbekistonda havo keskin o'zgarishi kutilmoqda. Ertalab muzlagan oynani qirish yoki yo'lda sirpanib yurishdan ko'ra, mashinangizni hozir shaylab qo'ying. To'rtinchisi, kommunal qarzlarni nolga tushirish. Tizim avtomatlashgan, MIBga tushib qolmaslik va bayram kunlari svetsiz yoki gazsiz qolmaslik uchun ilovangiz orqali barcha to'lovlarni tekshirib oling. Beshinchisi, yangi yil sovg'alari. 15-dekabrdan keyin do'konlarda narxlar uchadi va tirbandliklar boshlanadi. Aqlli odam sovg'ani dekabrning 1-haftasida olib qo'yadi. Yangi yilga qarz bilan emas, reja bilan kiring. Foydali bo'ldimi? Unda yaqinlarga yuborib, like bosing.